Uyayotganda hamma birinchi o'rinda beradigan savol nima bilasizlarmi o'rtoqlar? Sifat bo'ladi. Hozir sizlarga Olmazor tumani Oxunboboyevda shundoq Uzunbog' ko'chamizda yo'l yuziga qurilgan 1.3 sotixlik kottejimiz chiqyapti o'rtoqlar. Sifat bilan qurib bitkazishgan Yevroremontda 4 xona, 3 etajli deb aytsak ham bo'ladi, qo'rqmasdan polностью podvallari yaxlit podval qilib qo'yilgan. Hozir ichkaridan ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Uyimizga kirib kelganimiz o'rtoqlar, mana shunaqa elektronik darvozalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga bitta avtomashinamiz sig'adi, bemalol. Va bu yerga letniy kuxnya qilib, oilaviy tapchan qo'yib dam oladigan joy qilsanglar bo'ladi. Asosiy binoga keladigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin, hol bilan boshlanadi. Uyimiz polностью topli pol qilingan. Birinchi xonamiz, общий sanuzilimiz joylashgan bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, yurib kelarkanmiz, bu yerda kuxnyamizni ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Mebel texnika jihozlariga tayyor holatda qilib qo'yishgan. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Kattagina razmerda. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa hol bilan boshlanadi va bu yerda общий sanuzilimizni ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi etajimiz uchun chiqqanimizda chap qo'limizda birinchi xonamiz, spalniy xonamiz bo'ladi. Roditelskiy o'zining sanuzillari bilan birga joylashgan bo'ladi. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi va bitta bu yerda detskiy xonamizni ko'rishinglar mumkin. Kottejimizni ko'rganinglardek sifat bilan qurib bitkazishgan o'rtoqlar. Narxini aytib o'tadigan bo'lsam, egalari startoviy $140 ming narxga tushyapti. Menimcha narxiga arziydigan variant. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz.